qimor va garov o'ynash. Bu hozir hammasidan ham ko'payib boryapti, urf bo'lyapti. Qimor o'ynash odamlar davrasida, hatto bu narsa televideniyalarga chiqib ketdi. Masalan, ba'zi bir mahsulot chiqaruvchilar o'zlarining mahsulotlarini reklama qilish uchun qimor o'yinlarini tashkil qilib qo'ydi. Butun viloyatlardan sodda odamlarni to'plab, ularni aldash bilan ovora. Mayli o'zlarining o'yini bo'lsa mayli edi, lekin shariat harom qilgan o'yinni qanday qilib odamlarning boshini og'ritib, Alloh taolo harom qilgan o'yin bilan pul topishga, narsa topishga odamlar bunchalik muhabbat qo'yadilar, ruju qo'yadilar. Buni tushuntirishimiz, bundan jamiyatimizni, xalqimizni tozalashimiz eng zarur ishlardan biri. Qimorning o'yini turi ko'p. Biz qimor deganda avval shu karta yoki narda bilan o'ynash tushunib qolganmiz. Eng sodda variantlari bu, ko'rinishlari. Ammo bugun shu qadar qimor